Avstraliya davlatiga borishni ko'pchilik orzu qiladi. O'zi ushbu davlatga borish uchun sizdan qanday moliyaviy hujjatlar talab qilinadi? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Nech pul miqdorida bank statement kerakligini tushuntirib beraman. Avstraliyaga borish uchun sizga homiy, sponsor kerak bo'ladi. Odatda bu sizning ota-onangiz yoki yaqin qarindoshlaringiz bo'lishi mumkin. Aka-uka, opa-singil, turmush o'rtog'ingiz agar uylangan yoki turmush qurgan bo'lsangiz, yoki amaki-tog'a, amma-xola. Homiyning rasmiy shoyidan ma'lumotnoma, ya'ni bandlik mehnat faoliyati to'g'risida hujjat bo'lishi kerak. Bu rasmiy hujjat mehnat.uz yoki my.gov.uz saytlaridan olingan QR kodli bo'lishi lozim. Shuningdek, ish joyidan oylik maosh bo'yicha so'nggi 12 oylik ma'lumotnoma ham kerak. Bu my.gov.uz yoki soliq.uz dan olinadi. O'rtacha oylik 15 million, 20 million so'm yoki undan yuqori bo'lish maqsadga muvofiq. Va eng asosiysi, bank ma'lumotnomasi u kamida so'nggi 3 oylik kirdi va chiqdilari bilan bo'lishi kerak. Kerakli summa qanday hisoblanadi? Formulasi oddiy. 12 oylik yashash xarajatlari aviachipta bordi-keldi, 1 yillik o'qish to'lovi. Misol uchun, davlat tomonidan tasdiqlangan o'rtacha talabalarning xarajatlari 29710 Avstraliya dollari. Toshkentdan Sidneyga bordi-keldi aviachipta 2500 Avstraliya dollari. O'qish to'lovi, masalan, Central Queensland universitetida Bachelor of Business yo'nalishida 35040 Avstraliya dollari. Ammo 25% chegirma bilan bu 26280 Avstraliya dollari bo'ladi. Umumiy hisob 29710 qo'shilgan 2500 qo'shilgan 26280 jami 58490 Avstraliya dollari. Bugungi kurs bilan bu taxminan 37500 AQSh dollari. Bu summa sizning bank hisobingizda eng kamida 3 oy kirdi-chiqdilar bilan mavjud bo'lishi kerak. Pul AQSh dollarida, so'mda yoki yevroda bo'lishi mumkin. Kirdi-chiqdi qanday bo'lishi kerak? Siz elchixonaga 37500 AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni ko'rsatishingiz kerak. Kamida 3 oy oldin bank hisobingizda 33000 AQSh dollari bo'lishi lozim. Quyidagicha kiritma bo'lishi mumkin. Birinchi oy 1,5 Amerika dollari kirim, ikkinchi oy 1000 Amerika dollari kirim, uchinchi oy 2000 Amerika dollari kirim. Jami 33000 qo'shilgan 1,5 qo'shilgan 1000 qo'shilgan 2000 barobar 37500 AQSh dollari. Agar siz Visa kartasi orqali xarajatlar qilsangiz, bemalol oyiga 200-400 dollar ishlatishingiz mumkin. Lekin asosiy pul mablag'i saqlanib borishi, ya'ni jamg'arma bo'lishi kerak. Agar homiy, sponsor yollanma ishda ishlamasa, masalan, fermasi, kompaniyasi yoki davlat muassasasi bo'lsa, u holda shaxsiy bank ma'lumotnomasi shart bo'lmasligi mumkin. Bu holatda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Firma guvohnomasi, ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma'lumot, ya'ni shareholder info. So'nggi 3 yillik soliq to'lovlari eng kamida 100 million, 200 million va undan yuqori. Firma daromadi bo'yicha 3 yillik ma'lumotnoma va firma bank hisobidan so'nggi 3 yillik pul aylanishi. Eslatma, har bir talabaning holatidan kelib chiqib moliyaviy hujjatlar shakllantiriladi. Agar siz ham Avstraliyaga borishni niyat qilgan bo'lsangiz yoki do'stlaringiz orasida bunday rejalari borlar bo'lsa, ushbu videoni ularga yuboring.